Ayni paytda biz Qadim va Navqiron Kosonsoy tumanidamiz. Mana Kosonsoy tumanining markazi, mana shu markaz Mahduma Azam mahallasi hududi hisoblanadi. Umuman bu mahallada so'nggi yillarda juda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Biz bu haqda mahalla raisi, assalomu alaykum, Mo'minjon aka Qosimov bilan gaplashamiz. Mahalla haqida, aholisi nima bilan shug'ullanadi? Mana shu haqida qisqacha ma'lumot bering. Mahallamiz otiga mos Mahduma Azam mahalla fuqaro yig'ini 511 ta xonadon bor. 787 ta oila. 5140 taga yaqin aholi istiqomat qiladi. Hamjihat Eskishaga aytaylik-ku, Durujli mahalla. Issiq sovuqda hammamiz birga. Men shu yerga mana qaytib saylandim. Xursandman qaytib saylanganimdan. O'shanga albatta mahallada ba'zi muammolar bo'lgan. Sekin mana 3 oy bo'lgan bo'lsa yechib kelyapmiz. Hozirda mahallamizdan shikoyat qiluvchilar umuman yo'q. Ilgari bo'lgan, chunki joyida, idorada, mana daftarlar, ayollar daftari, temir daftarda umuman hech kim qolmadi. 5 ta bo'lgan, hammasini kerakli narsa uy joy desa, uy joy, ish bilan ta'minlab tugatdi. Qolaversa, tuman hokimining, sektor rahbari mana bizniki ichki ishlarga qaraydi, Boburjonga birgalikda qabullar tashkil qilamiz. Mana idoramizga borsangiz ko'rasiz, juda ko'p qabullarda minnatdor bo'lib ketgan insonlar. Joyida muammo hal etiladi. Mana mahallada 5000 dan ortiq aholi istiqomat qilar ekan. Mana mahallaning asosiy drayveri nima? Aholi nima bilan shug'ullanadi? Asosiy bizda hunarmandchilik, tadbirkorlik. Juda ko'p savdo rastalari bor. Shu qolaversa chet ellarga ham borib ishlab kelayotganlar bor. Men o'ylaymanki, boshqa mahallalarga nisbatan bizniki boy mahalla. Kambag'allikni tugatish deydi-ku, bizda anchagina yo'lga qo'ygan. Demak, buni bugungi ko'rsatuv davomida hozir joyida borib ko'ramiz. Mana mahallamizni boshlanishi, qarang. Mana shu yerda mana shu savdogar nima deydi, ulgurji savdo tashkil qilgan, salqin ichimliklar sotadi. 4 kishini ish bilan ta'minlaydi. 4 ta ish o'rni yaratilgan. Bunaqa tadbirkorlar juda ko'p. Kelchi mana yonimga kel. Parpiqo'jayevlar oilasi. Bular oilaviy. Mana bir tanishib qo'y. Qalay? Savdo bo'lyaptimi? Malades. Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Muammolar, soliq, poliqlar kelib qiynamayaptimi? Tamom. Tadbirkorga tegmaydi u. Biz hozircha vaqtincha mahalla ma'muriyatimiz mahallaning. Bu yerda 5lik hamjihat bo'lib tor bo'lsa ham hozircha chiqib turibmiz. Kelajakda hozir hokimimiz o'zlari kelib aralashtirar, yangi joy berganlar. O'zimiz tadbirkorni ham topganmiz, mahallaga yangi zamonaviy nima qilmoqchimiz, ma'muriyat binosi. Faoliyat haqida gapirib bering. Mana shu mahalla yangi tizimda mana ko'ryapsizlar, hokim yordamchisi mavjud. Yoshlar yetakchisi, ayollar faoli. Bunga qo'shimcha mana profilaktika ham hozir biz bilan hamjihatlikda ishlayapmiz. Men birinchi ishni shu ayollar faolidan boshladim. Boshidagi meni tushunmasdan biz boshqaga pochinatsiya qilamiz degan gaplar bo'ldi. Men senga qaramayman. Men tuman ayollar nimasiga shuni tuman xotin-qizlar raisi uni chaqirib, shu yerda oddiy bir uchrashuv o'tkazdik. Ayol ongiga singib bordi. Shoqacha bilmagan ekan. Mahalla bir joyda bo'lishi, hamjihat bo'lish. Mana hozir ko'ryapsizlar, hamma tadbirimizda ayollar faol. Endi marhamat qilib bir ichkariga kirsanglar. Qolgan gap o'sha yerda bo'ladi. Uni oman. Endi Anvarjon, sizlar viloyat bo'yicha juda ham ajoyib yo'rityapsizlar. Qilinayotgan yutuqlar. Men ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zim ham faol. Doimo qo'yil qolaman.
Siz samolyotda uchasizmi? Bir qarasam Nomongonni bu chekkasida bo'lsangiz, bir qarasam o chodakda yurgansiz. Bu qanday usbat qilasizlar sizlar, men hayronman. Lekin bugun mana mahallamga tashrif buyuribsizlar, men xursandman. Bizda hozir juda ish ko'p. Siz bilan gaplashib o'tirishga vaqtimiz ham yo'q-ku. Mayli ozgina bo'lsa ham xalq bilsin. Juda yaxshi gapirdingiz. Tushundilar, endi daftarda yuraman. Yaxshi gap gapirdingiz. Umuman shu mahallada baham jihatli zarurligi, masalan mana ayollardan boshlab dedingiz, o'sha umuman mana hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, mana inspektorlar bilan ishlash tajribangizni ham bir gapiring. Bu mahalla raislari uchun bir maslahat bo'ladi-da. Endi o'zim ham bilmaydigan narsalarni mana bizni Prezident akademiyasi nimasida Namanganda o'qish tashkil qilindi prezidentimiz tomonidan. Bilgan bo'lsangiz kerak. Hamma mahalla ayna sheyda men juda ko'p narsani o'zimga oldimda. Oddiy misol, ilgari bilasiz, shunday keladi, yo bittasi tevaroq organdan telefon qiladi, palonchiga ma'lumotnoma bergin, palonchiga tavsiynoma bergin. To'g'rimi? Shunaqa bo'lganda mahalla. Uchastkovoy asya pisillab, "Yo'q" dedim, "Menga dedim, xat bilan chiqasan, kim bo'lishingdan qat'iy nazar." Mana Maxdum Azamga mana hattoki prokuror chiqqan xat bilan mana. Shu fuqaroga tavsiynoma bering yoki bo'lar ekan shunaqa qilsa. Mahallani o'rni bo'ladi. Raisning o'rni bo'ladi, hokim yordamchisining o'rni bo'ladi. Ular ham oldin tushunmagan. Ba'zi men hokim yordamchisi, yo'q, sen mahallada hokim yordamchisi. Birgalikda ishlaysan. Uchastkovoyni aytsak, profilaktika noziri deydimi? U ham boshida bir-birimizni tushunmadik. Yo'q, mana hozir yaxshi. Hamma tadbirimizda birga. Nachalnik militsiya sektoridamiz. Mana shu yerda sayyor qabullar qilamiz. Yaxshi mahalla. Mana Nuroniy raisimiz. Bu kishi eski qadrdon mahallaning eng faoli rais ham bo'lgan. Bu kishi hozir oylik olmasalardi, jamoatchilik asosida bizga yordam beryaptilar. Muhibbilloh Tursunov. Endi mahallada gapiramiz, gap ko'p, ishlash kerak, ish qilish kerak. Men o'zi gapga juda ustaman. Yo'q, ish qilishga undan ham ustaman. Shunga ba'zi joyda joyi kelsa gap bilan ham qilib qo'yamiz. Sababi mahallaning obro'si. Endi bizda eng muammo bitta 5 kishilik xona qilmoqchiman. Addini. Bu o'zi kichkina joyga 5 kishi o'tiribmiz-da majbur. Ammo chiroyli qilganmiz. Mana kuzatuv kameralari bor. Nima uchun? Mana yerda nohaq hali tuhmat qiladiganlar chiqib qoladi. Buni ko'rgandan keyin yo'q bo'ldimiz. Ilgari to'g'risida yoki shantaj qilib, manetini yirtib, qanday bittasi kesincha endi tuhmat qilgan, shunaqa ham bo'lgan. Qolaversa mana Wi-Fi bor, tizim, interneti bor, ikkita telefon. Mana nimaga? Yordamchimga bitta, o'zimga bitta. Qaysi mahallada ikkita telefon bor? Chunki arzimagan bilan bo'ladi, o'z hisobimizdan qildik. Mana stol stullarga hammasini Xudoga shukr hamjihatlikda tashkil qilyapmiz. Endi mana mahalla xayriya jamg'armamizda ular ham yordam qilamiz degan yangi imorat binoni qurilishida hamjihatlik bo'lsa 6 oyda bitirib boramiz. Bu kishi endi mahallamizni oqsoqoli doimo yonimizda. Ishlarga omon. Hozir mana Kosonsoyda hurmati yaxshi. Qaysi ishga borsa, shu ishlagan ish o'sha tashkilotni shu gullab yashnatyapti. Mana shu bog'ni ham gullab yashnatib qo'yapti. Hozir bilmayman qayerda ishlayapti, aniq bilmayman. Ha, Maxdum. Bu kelajagi ham yaxshi, keyin oilalari ham yaxshi, ota-onalarini yaxshi bilaman men bularni. Jo'raxonaga aytdilar, bu bitta o'g'il. Bitta o'g'il mana shu erka bo'lib o'sgan, lekin juda yaxshi yigit, xalqqa xizmat qilyapti, rayonimizga xizmat qilyapti. Qayerga borsa hurmatga sazovor bo'lib qaytyapti. ishlarimiz bor. Mana shu to'garaklarni ochib, bolalar bilan shug'ullanib kelyapmiz. Hozirgi kunda shu ozgina bo'lsa ham jamiyatimizga, davlatimizga shu bolalarni sog'lom va yetishtirib ulug' bir haqiqiy erkak bo'lib o'sishiga hissamizni qo'shyapmiz. Aralash jangi bilan shug'ullanib kelmoqchimiz Kosonsoyda hozir filialimiz. Bo'lganigami, oshganimizga qancha bo'ladi maqsad qilyapti? bizni bolalar emasmi?
bir 100 tadan ortiq bolalar shug'ullanadi. Keyin Aikido nimamiz ham bor, klubimiz ham bor. O'sha Aikido yo'nalishim ham 3 ta yo'nalishda ketyapmiz biz. Aikido, Kyokushin, MMA.